Kurumuş. Adem'in oldu gelmez. Soğuğa dikilla. Kurumuşumuz hatırlayacağım. Ötküze çıktım. Burada turistmesek olmaydı. To'g'ri. Cho'ntada qanday yaxshi to'lama. Yaxshi. Men sizni ko'rib hozir o'sha o'zimning cho'ndasini ko'rgandekdan bo'ldim. Necha yoshchilar? 91'ge. Turistmesek olmaydı. To'g'ri. Necha yedimda? 91. 91. Ha. 91-yilda bir yerda shu deshana oldim shu yelgimiz setib qilib yutibdi emasmi hozir? Siz bu ishni qilyapsiz hozir qanchalik vaqt bo'ldi? Şu işler kayığına bana yeni şeyde bir 25 yıl evvel kıldı. Ha. Yoğun bir kalpekte. Ha. Ve 10 yıllık oldu evvel kıldı manadan da 10 yil. Ha. Neredinchi va? 5 kilometre. 5 gramda. Ha. 5 gramdan bir şeyga etigan qanchalardan chiqadi? Ettiğin de saat 8 yıllık yol çıkan makine var. O'zlari mush kesibni bir şey kelib qilgacha mush chapayiz qilib baqlam yoqimjonda. Ya bunu ben tamaşayı kıldım. Chapayiz qilib olsam qilmaydi. Aa. Aslında bizga cho'nda o'zining bolalar bormi yo'qmi? Bomba. Necha bolalar bor? 5. 5. Ha. Necha qiz necha o'g'il? 2 oğul 3 kız. Sizni boqamda, boqmamda. Bakın o. Baqsam yana o'zimdan kichikdaydim bir şey Ha, yana. qilaydi-da. O yapar tatlıdan yüzüme yattı dedim ne unutmayma. Ben fakat taş o hiç alacaktan ya bakarsa. Hikayetler başlıyor gene. Mağalagan diken. Edemga ma'lug'a deganam zadi bir videolar to'g'risi bo'lmaydi. Amsa cho'nda biz mush filmni chiqarib mush to'rdashdo'stlarni tavsiya qilib qo'yaylik. Anadagi to'rdashdo'stlarni mana ko'rdilar shu cho'ndadimizni 91 yoshga kiribdi. Oson emas. Hammamizga turmush oson emas. Mushu mayna oldidan o'tgan ketgan mushu do'stlarimizniki mushu cho'ndadimizni bir qo'llash usulida bo'lsa, mushu yeligi bishni o'zimizniki yeligi bishlardan bir tetik ko'rishlarni tavsiya qilaman. Amsa ularniki mush cho'ndadimizdek bikatumay bo'lib bo'lmuş hozir qilib mushu meni o'zimdan yashirgan mush yosh bolalarga mushu kichik ishni yaratmaydigan cho'ng ishga kuchi yetmaydigan mushu ishlar chiqadi. Mushuni o'xshash mush psixikga yosh bolalarga mush cho'ndadimizdan bir uyga ilib mushu kichikkina ishni bo'lsa o'zlariniki ehtiyojini chiqidek bir ishlarni qilishlarni tavsiya qilaman. Amsa kitoblarni ko'rishdi, xayr xo'sh.